Bitta Kalsavoy, Kurgavoy mana bu yerda 4 tarafgami 5 tarafga yo'l ketgan. Bir taraf birta yo'l, ikkita yo'l, uchta yo'l va 4ta yo'l. Bu yerdan keladigan 5ta yo'l. Mana bu yerda hamma taraf magazin ekan. Bu yerda sartaroshxona, mana bu markaziy nima deydi, savdoy kishivaron. Xullas hotdog deysizmi, nonvoyxona, mana bu yerda produktavoy magazin. Mana bu yerda bank ham, olamiy santexnika, xullas hamma narsani toplaydigan joylar ekan. Shaurmaxona yu juda obod bo'lgan joy. Produktlar bor ekan, mana bu yerda unlar, yog', hamma narsa sotiladi. Kartoshka, piyoz, sabzi, hamma narsa bor ekan. Aptika dorixonalargacha borda bu yerda biron kamchilik yo'q. Hamma narsa bor. Bu chirikda xullas bozordan farqi yo'q ekan. Kiyim deysizmi, produktlar hamma narsa bor ekan. Bellik zapchastlar, xullas gap yo'q. Kamchiligi yo'q. Obod bo'lsa mana shunday obod bo'laversin. Hop, bu chekkalargacha ketgan. Mana stроительный magazinlar bor ekan bu yerda. Taxta, shifr, sement, hamma narsa shu yerda. Burada qarangizlarda hammasi optim narxda bu yerda. Kartoshka, piyoz, sabzilar bositirilgan. Uyga xolasangiz shibirtka, dorixona tez tayyor, bu nima desangiz toplar ekan bu yerda. Stalovoy, choyxona, oshxona, milliy deb hamma narsaga yozib berilgan. Obodonchilik zo'r, haqiqatdan ham. Sharituzda 5 kunta Qavaryonda o'zi Kurgavoy yo'q, lekin mana Chirikda Kurgavoy borda. Shunisiga 5 ketaman gap. Obod joy ekan. Ammo o'zi bilan o'zi savdo zo'r, qizg'in, bozordan kami yo'q. Bu yerdan Shartizdan keladigan yo'l, bu yerga Teshtoshga ketadigan yo'l. Mana bu yerda Stenka ham bor ekan. Astanovka dedim, Astanovka Stenka deb, Astanovka bor ekan bu yerda, yana tem bo'ldi. Stroy material. Nimaga xolasangiz bor. Topiladi. Bu yerda Sil kompaniya ham bor ekan. Hamma tirikchilikda, Muraviyda akamiz rekani olib uyiga haydadi. Bu yerlarda ham yana choyxonalar bor ekan, nonvoyxonalar bor ekan. Xullas bugun hamma joyini aylanib, mana shu yerda do'konlar har birovga kirib chiqdim, aylanib. Ichkarida syomka qilish salgina nima deydi, uyalgan kishi bo'ldim. Video qila olmadim. Kimgadir qanday men tashqaridan syomka qildim sizlarga qo'ldan kelgancha. E'tiborlar uchun rahmat hammalarga. Chirik City 5 yulduz. 5 yulduz Chirik City degani shu yer ekan. Xullas 5 tomonga yurar ekanda bu yo'l. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, mana bu taraf 5ta, orqa tomoni mana bu 5ta. Bu yoqlar. Gap yo'q. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qarangizlarda bu sentrda mana shunday katta latok bor ekan. Suvda qarag'adi og'ishini. Yosh bolalar tushib ketsa bundan og'ib ketadi. Bu yoqqa ketgan bu tarafni. Bu taraf nima qishloq ekan? Yangi yil deylar ekan bu taraf. Katta trassa yo'l ekan bu tarafga. Gullar ekan, agroolam, mag'oza, agrariya yozilgan, nonvoyxona, hamma narsa bor ekan. Ha, mana Chirikchiga nasib bo'lsa 10 so'mlik samsasini ham yeb ko'raylik deb kelib samsasini yegali keldik. Ma'mur ukamiz shu yerda. Sho'radoshni shu yerda. Ikkitadan 6ta samsa zakaz qildik. Nasib bo'lsa. Ishga bitta skol oldik, o'shanlik choy. Zakazimiz soat 2:30 ga degan edi, shuning uchun qorin yomon ochib ketdi. Gap yo'q, lekin samsasiga 5 ketdi. Qo'y go'shtidan ekan, ichi to'la go'sht. To'la go'sht bormi? Samsa qanday ketyapti? Chirik City'ning mujik biratlariga salom alaykum. Gap yo'q. Podpishkani ayolimiz like, qiyocha, kommentariy, podlitsiya. Chirik City bapish. Gap yo'q. O'shani nima deysiz? Mana Artspordan Chingizat Oyisonda Artspor ostona.
Nasib samavo, zakazga ketyapmiz. Gap yo'q.